Farg'ona viloyatidagi avtomobil yo'llaridan birida bir guruh yigitlar avtomashinalarda shovqin solib, to'y korteji uyushtirgan va yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzishgan. To'yda tomosha ko'rsatgan mazkur kuyov jo'ralarning noo'rin harakatlari aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Yakunda esa voqea ishtirokchilari jarimaga tortildi, ular orasida qamoqqa olinganlar ham bor. Har kuni ko'chaga otlanar ekanmiz, yoshi ulug'lar yo'ling bexatar bo'lsin deb duo qilishadi. Ammo bugun yo'llarni tomosha maydoniga aylantirayotgan ayrim Qo'shtirnoqdagi ko'cha egalarining harakati ana shu bexatarlikni xavf ostida qoldirmoqda. Yo'lda betartib harakatlanayotgan ushbu transport vositalari haydovchilari ham ongli inson. Ammo bunday harakat uchun albatta jazo muqarrar. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu holat zudlik bilan o'rganilib, to'y tadbirida yo'l harakati qoidalarini buzib harakatlangan bir nechta transport vositalari va ularning haydovchilari aniqlandi. O'rtamiz to'yda guruh bo'lib kortejda yurdik, qilgan ishimizdan pushaymonmiz, qaytarilmaydi. Ushbu holatda ishtirok etgan haydovchilar harakati jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudida ko'rib chiqildi. Ushbu haydovchilar yo'l bezoriligi, ya'ni transport vositalari haydovchilarning boshqa transport vositalarining harakatiga qasddan to'sqinlik qilishi, harakatlanish burchagini va tezligini saqlagan holda transport vositasini sababsiz sirpantirishi, ya'ni drift qilganligi, o'z yo'nalishida harakatlanish bo'lagini sababsiz keskin ravishda 3 va undan ortiq marta uzluksiz o'zgartirganligi uchun sud tomonidan tegishli jazo tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 2-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravar miqdorida jarima jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-10 qismi bilan 33-moddani qo'llagan holatda 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Qoidabuzarlik evaziga xursandchilik qilgan haydovchilar bugun qilgan qilmishidan afsusda. Ammo endi kech. Hurmatli fuqarolar, qanday maqsadda avtomobil boshqarmang, albatta qoidalarga amal qilishni unutmang. Shundagina yo'lingiz xavf va xatarlardan xoli bo'ladi. Bu kun Maftuna Mamasidikova, Abdulloh Rashidov, Farg'ona.